Unitaz xuddi mana shunaqa holatda installyatsiya o'rnatgan klientlarimiz doim savol berishadi. Mana shu installyatsiya o'rnatsak, ichiga musorlar tiqilib qolsa, keyin mana shu ustiga qilingan kafillarni sindiramizmi deyishadi. Mana shu videoda sindirmaslik to'g'risida, undan tashqari shu installyatsiyaning unitazi plus, даже minuslarni ham gapirib beramiz. Bizga bu videoni olishda yaqindan yordam bergan Nova, ya'ni Turkiyada ishlab chiqariladigan Nova installyatsiya unitaz kompaniyasiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Bizga mana shu installyatsiyani berishdi, bemalol video qo'llaydi, sizlar uchun deyishdi. Xo'sh, kafilni sindirmaslik uchun xuddi shunaqa qilib mana shu tiqilib qolsa, tiqilib qoladi bu ham. Zavodizgatavitel odatda mana shu kafillar, mana shu installyatsiyaning ichiga tiqilib qolishini 5-7 yil garantiya berishadi. Ya'ni uning uchun suvga filtratsiya qo'yish kerak. Filtratsiya mavzusi endi alohida video, alohida. Bu videoda biz sizlarga installyatsiyani shu nima deydi, normativlar to'g'risida gaplashamiz. Metr qani? Xo'sh, buni balandligi mana o'zi 1 metr deb qo'ygan. Mana shu toza holatda vысотasi 1 metrda turishi kerak. Hozirgi holatda bizda 1.10 da turibdi. Sababi bu yerga hali ko'plik pol turibdi. Steyajga kafil bo'lgandan keyin mana shu 8 yo 10 sm yegandan keyin bunimiz 1 metrga to'g'ri keladi. Shogird ustalar uchun sizlarga foydali nima bo'lishi uchun mana hozir 40 ta turibdi. Har doim mana shu shpilkasi 32-34 sm da turishi kerak. Ya'ni bu yerga yana o'sha aytganimizdek ko'plik pol o'sha nimalari, steyajkalari, kafillar bo'lgandan keyin 8-10 sm bo'lgandan keyin bunimiz mana shu shpilkamiz 32-34 sm ga joylanadi. Sababi buni ustiga ertaga o'sha installyatsion o'sha farfor unitazi o'zi joylashgandan keyin normativ bo'yicha dunyoda o'zi har doim aytadi, shu taburetka bo'lsin, unitaz bo'lsin, nimaiki o'tiradigan nima bo'lsa, shu odamlarga 42-44 sm poverxnosini, baland eng tepa joyi 42-44 sm da bo'lishi kerak. Shpilkamiz 32-34 bo'lgandan keyin bunga kiyg'izilgan unitazimiz hisobiga bu ham shu qulay 42-44 sm ga mos keladi. Endi yana o'sha eng asosiy savolga qaytamiz. Shu narsa nobog'da buzilib qolsa nima bo'ladi? Buzilib qolsa, ana hamma installyatsiyada mana shunaqa kirishga bo'ladi. Hozir bunda ushlab turibdi. Bunda. Buni narxi sразу aytib ketaman, $15 ekan. Priceimizni mana shunaqa kirishgani, o'sha arzonchi, xalq bobi bormi deganlarga mana $5 dan boshlanadi. 60 ming so'm deylik, taxminan. $5 dan 18. Endi bu xohishlarga qarab, tilla rangli, har xillari o'shanga qarab. Eng arzoni $5 ekan. Bu juda zo'r narx. Sababi biz boshqa nimalarni ko'rganimizda 600 minglik kirishkalar ham bor. Xo'sh, kirishkani olamiz. Mana bu yerda mana shu zazor qoldirilgan, nimaga qoldirilgan? Uzun. Biza montajniklar, santexnik montajniklar bugun bizga aziz yordam beryapti. Xo'sh, montajniklar mana shunaqa qilib qoldirishadi. Buni ustiga kafilchilar kafilini qiladi yoki gipsokarton yana nechidir santimetr mana shu joyga o'tib ketsa, keyin mana shu joyni bundoq pichoqda kesib olinadi. Keyin boyagi kirishkalar qo'yiladi. Hozirgi holatda sizlarga tushuntiramiz. Mana shuni hozir aziz 1 minutga bormas ichini polni chochib tashlaydi. Chochur. Shuni olinadi. Bu chochgunicha ichidagi hammani nima deydi, detallarini, mayda-mayda detallarni olguncha men sizlarga mana bu shastik to'g'risida gapirib beraman. Kichkina bu sekret bo'ladi. Ko'pchilik masga atvod, polatod qilib turib, mana shu installyatsiyon unitazni balandroq ko'tarib qo'yishadi. Uni bilmaymiz biz. Ertaga mana bu egasi unaqa qilib nishali bir qanaqa polkalar yaratsa, mana shu bilan babbalar bo'lishi, mana shunaqa shastikka har doim montaj qilish tavsiya beriladi. Undan tashqari, shunga kelayotgan trubalarni ham hammasini o'sha poddavleniya, o'sha 4 bar, 5 bar davleniya berib turib, paykada qilinadi. Bitta obyektda men o'zim shaxsan bilaman. Bir okaxon men bilan hattoki urushib ketib, hali talashish darajasigacha borganlar. Borsa, shlankada ulab qo'yibdi. Shlanka devor ichida qoladigan texnik shu pribordlarda shlanka qolishi bu juda mening fikrimcha qo'rqinchli bo'lsa kerak. Sababi kattaroq davleniyada baribir shlanka bir kun emas bir kun yorib ketish ehtimoli bor. Aziz, shoshmasdan olaversan, endi 1 minutga yetmaydiganiga bu ham tez-tez yechyapti. O'zi haqiqatan mohir qo'llar bo'lsa, har kun ishlab yurgan qo'llar mana tez-tez chochib tashlaydi. Xo'sh, buni chuqurligi to'g'risida. Agar devoringlar qalin bo'lsa, uyni prostranstvo shu joydan yutish uchun devor 1,5 g'isht bo'lsa, o'shani bunda devorni o'yib turib, 12-14 sm kamida o'yiladi, keyin orqasi suv oqib turib, o'sha ichiga tiqaversa bo'ladi. Agar devor qalin bo'lmasa, mana shu holatda montaj qilinadi. Mana shu o'lchaganimizda hozir 11 sm chiqdi.
Bachogimiz mana 10 bo'ladi. Eng taqalganida 10 bo'ladi. O'zi normativ bo'yicha shu 14-18 santimetrga qo'yish tavsiya beriladi. Keyin buni gruziya podъемность bo'yicha hozir bitta crash test ham o'tkazamiz. Ko'pchilik ishlab chiqaruvchilar mana shu installyatsiyani gruziya podъемность degani mana shu unitaz ustiga o'tiradigan, turadigan o'sha yuk ko'tarish qobiliyatini 300-400 kilogagacha ham berishadi. Hozir mana ichkarisini shunday ko'rsam mana. Hech narsa qolgani yo'q ichida. Mana hammasi cho'chib ketadi. Yana bir eng katta plus tomoni boyaga uni price'da ko'rsatib turibdi. Men lekin bilmadim boshqalarda ham bordir-ku. Men endi mana shu mayda detallarigacha hammasi sotilar ekan. Narxi ham cho'ntak bog' mana 872 degani, poplovokini o'zi, krani 15-6 dollar 287 mana mayda detallari. Ustalarning eng katta nimalaridan bittasi kasal nima deyiladi? Og'riqli nuqtalardan bittasi eng ko'p yo'qoladigani mana shu aziz qo'lidagi mana shu trubka bo'ladi. Sababi bu uy egasi ko'chib kirishdan oldin o'sha unitaz o'rnatilayotganda kerak bo'ladi, shuning uchun yo'qolib ketadi. Odatda biz buni mana Azozi ham, biz ham doim shuni skotchlab uy egasiga uyingizga olib keting, bu qurilish plashatkasida yo'qolib qolmasin deb turib qo'lga ushatib yuborardik. Endi buni ham juda xavotirli o'rin joyi yo'q. Mana misol uchun bularda shu trubkani o'zi ham sotilar ekan. Mabodo yo'qotib qo'ysanglar mana 11.45 da mana 658 ekan. Mana shu yo'qolib qolishi mumkin bo'lgan mayda-chuyda detallari ham alohida hammasi sotiladi. Keyin bularni servisi ham bor ekan. Telefon raqamlarini pastga yozib qo'yamiz, servis. Endi bitta crash test qilamiz. Bolujani tayyorlab qo'yishdi. Necha kilosan? Men 95. Sizchi? Ulug'bek yordamlashyapti. Sekin-sekin, shoshmanglar. Ta yiqilib bir kulmaylik maza qilib. Ha, 95-85 kommentariyada yozaverasiz necha kilo bo'lishini, qani chiqinglar. Hoppa. Mana. Eng semiz yoki eng vesovoy odam necha kilo bo'lishi mumkin shunga o'tiradigan dunyoda misol. 200 kilo bo'lar, mayli 300 kilo bo'lar. 300 kiloli odam mashinga o'tiradi degan taqdirda ham bemalol 300 kiloni shu zavod va производитель shuni tavsiya nima deydi, bemalol garantiya beryapti. O'sha yuk ko'tarishiga mana shu oddiy shpilkalarni ko'rasizlarmi? Baquvvat qilingan. Endi sizlardan bor yo'g'i kommentariyda foydali deb yozib tursanglar yoki yana boshqa qaysidir mavzularda qanaqadir qiziqtirayotgan, tushunmayotgan temalar bo'lsa yozib tursanglar, srazu video qilmasligimiz mumkin, lekin o'qib o'sha joyga kelganda, misol mana shu installyatsiya bo'yicha juda ko'p savol tushgani uchun mana xudo xolisa qo'ldan kelgancha videoni oldik. Foydali deb yozib qo'ysanglar, podpiska qilib, keyin podelиться degan joyni shunday bosib turib bir Telegram gruppani ustida gruppalarga, Telegram gruppalarga tashlab qo'ysanglar, hammaga foydali bo'ladi. Endi no uchun alohida rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Turkiyaning o'zidan kelyapti installyatsiyalar. Narxini aytib ketaman. Mana shu baquvvatrog'i, ya'ni 4 santimetrga to'g'ri ekan, mana ramasi baquvvatrog'i. Shu turishi 125 dollar ekan. Sizlar boshqa kompaniyalarni narxlarini yozib yuboringlar kommentariyada. Keyin bundan ham arzoni bor ekan. Mana buni ramasi 3x3ligi bor ekan, u 95 dollar ekan. Hammasi o'sha price'da buni yozib qo'yilgan. Misol uchun hozir aytayotganim, mana 95 3x3ligi installyatsiya ramka 4x4 125 dollar. Mana shu price'ni o'zimizga lichkaga chiqsanglar, Telegram gruppalarimizga, o'zimizga shaxsan sizlar shuni tashib yuboramiz. Telefon nomerlari mana shunaqa qilib mana Zuhriddin aka 99lik 920 13 33 77 309 13 33. Zuhriddin akaga bemalol o'zingiz chiqaverasizlar aloqaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Menga yordam bergan mana shu yigitlarga ham kattakon rahmat. Endi bular ham terlab ketdi. Shu bitta ham like-chani urib Azizga, Ulug'bek akaga rahmat qo'ysanglar, bular ham mana o'zi ham ko'rib xursand bo'lib o'qib narsa qilishadi. To'g'rimi? Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Charchamanglar, sog' bo'linglar.